Og'ir vaznli bokschimiz Bahodir Jalolov Aleksandr Usikni mag'lub etib, undan chempionlik kamarlarini tortib olishni aytgandan keyin ko'plab o'zining negativ fikrlarini barchaga bayon qiladigan insonlarga yana ham negativ gaplarni yozadigan bo'lishdi. Bahodir Jalolov Aleksandr Usikni mag'lub eta olaman degan gaplarga negativchilar sen hech qachon Usikni mag'lub eta olmaysan, u mutlaq chempion degan gaplar bilan o'z izohlarini qoldirishgan. Bunga o'xshagan negativchilarga MMA jangchimiz Bobur Qurbonov shunday deb izoh berdi. Bahodir Jalolov Aleksandr Usikni tenglashtiradigan bo'lsak, masalan Bahodir Usikni ham urolaman deb aytibdi deydigan bo'lsangiz, bizonikilar birdan o'zbekchiligimizda ko'rolmaslikni boshladi. Bahodir kim? Urolmaydi Usikni, bilasanmi Usik kim? Kuddimi qanday yutganini degan bir gaplarni aytishadi. Do'stlar, shunaqa deydiganlar uchun Bahodir Usikni urolaman degan gapiga men bitta javob qaytarib qo'ymoqchiman. Aleksandr Usik aka-uka Klichkolar bilan ular yulduz chempion bo'lib turgan vaqtida suhbatda shunday savol bergan aka-uka Klichkolarga. Agar men professional boksda chempionlik kamarigacha boradigan bo'lsam va o'sha vaqtda sizlar chempion bo'lib turgan bo'lsanglar, menga kamarni o'zlaring qoldirasizlarmi yoki sizlardan tortib olishimga to'g'ri keladimi degan gapni aytgan. Bu o'ziga ishonchi va oxir oqibat deyarli hamma kamarni, adashmasam hamma kamar bo'lmasa, birlashtira oldi Usik va haqiqatan birinchi raqamli bokschi hozir. Nima uchun Bahodir Jalolov mana shunday gapni aytganida, Usikni ham urolaman, xohlagan Joshuvani ham urolaman degan gapni aytganida, nimaiki bizankilar ishonch bilan qaramaydi, tarixiy faktlar turganida. Bahodir Jalolov 2 karra Olimpiya chempioni, jahon chempioni, Usik 1 marta Olimpiyada chempion bo'lgan va keyinchalik faoliyatini kuchaytirib olgan. Bahodir ham sekin-sekin kuchayib boryapti. Nima uchun bizning o'zbeklarimiz ishonmaydi bu narsaga? Savolimga javob berasizlar degan umiddaman kommentariyalarda.